O'sha yosh Cristiano bugun orangizdagi ko'pchilikning Portugaliyalik futbolchi ham dunyoning eng zo'ri bo'la olar ekan degan ishonishiga sababchi bo'lgan insondir. U butun boshli avlodni orzu qilishga majbur qildi. U Portugaliyadagi har bir bolaga futbolning eng cho'qqisiga chiqish mumkinligini ko'rsatib qo'ydi. U Portugaliyani jahon futboli xaritasiga joyladi. 20 yildan ortiq vaqt mobaynida u ushbu libosni, ushbu gerbni va ushbu millatni o'z yelkasida ko'tarib yurdi. U har bir jangda kurashdi. U har bir omadsizlikni boshidan o'tkazdi. U har qanday tanqidga bardosh berdi. U butun bir mamlakatning umidlarini yelkasida tashidi. Yillar davomida diqqat e'tibor boshqalarga qaratilgan bir paytda ham u o'ziga nisbatan bo'lgan ikki yoqlama standartlar va adolatsiz munosabatlarga qarshi kurashdi. Shunday bo'lsa-da, u Portugaliya uchun kurashni hech qachon to'xtatmadi. Va endi bugun uning futbolning eng ulug' sahnasidagi oxirgi raqsi. Shunday ekan, u uchun kurashing, u uchun yuguring, u uchun maydonda boringizni bering, gerb uchun o'ynang, libos uchun o'ynang. Unga munosib bo'lgan so'nggi xayrlashuvni